San'atkorlar sahnaga chiqib, muammolarini aytish kerak emas. Inson hech qachon o'zining xatolarida birovni ayblamasligi kerak. O'ylab qaralsa, nisbatan chetdagilarning aybi bo'lsa ham, asosiy xato o'zingizda bo'ladi. Iymonli, vijdonli odam aybni avvalambor o'zidan qidiradi. To'g'ri, ijodimda katta tanaffuslar bo'ldi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Balki bu sabablar tomoshabinlarga qiziq ham emasdir. Umuman olganda, san'atkorning muammosi muxlisga qiziq emas. Qaysi ma'nodaki, u baribir sizdan ijod, yangi qo'shiq kutadi. Shu sababli san'atkor sahnaga chiqib, muammosini aytish shart emas. San'at ahlining hayotidagi missiyasi biroz qayg'uga botgan, hayot darbalaridan horigan insonlarning ko'nglini ko'tarish, yaxshi kayfiyat ulashishdan iborat. Shu kasb egasi bo'lganim holda, ularga quvonch ulashish o'rniga chiqib dardimni aytsam, unda kim ularning ko'nglini ko'taradi, deydi xonanda. Anvar Sobirov bir muddat davlat ishida ham faoliyat yuritdi. O'zbekiston mahallalari uyushmasining mahallalarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish bo'limi boshlig'i lavozimida 2 yil ishlagan xonanda ijoddan uzoqlashib qolgani sabab rahbarlik vazifasidan ozod etishni iltimos qilganini aytadi. Bundan 2 yil avval davlat ishga kirganimda tomoshabinlar bo'ldi. Bu ham Ozodbek Nazarbekevdek davlat ishiga o'tdi. Endi bu yog'iga konsert ham yo'q. To'ylarga ham chiqmaydi. Siyosiy karyera qilishga o'tdi shekilli deyishdi. Shundan keyin to'ylarim taqataq to'xtab qoldi. Odamlar Anvar Sobirovga qancha pul bersang ham endi to'ylarga kelmas ekan deb gap tarqatib yuborishdi. Aslida unday bo'lgan yo'q. Haqiqatdan ham davlat ishida juda katta mas'uliyat bilan ishladim. Shu sabab chindan ham bu ishdan ortib xizmatlarga chiqishga vaqtim bo'lmadi. Menga ishonib topshirilgan vazifalarning mas'uliyatini bo'ynimga olgan edim. U yerda sizning to'yingiz yoki boshqa shaxsiy manfaatlaringiz bilan hech kimning ishi yo'q. Menga berilgan ushbu vazifani 2 yil munosib yuritdim va rahbarlarning oldida ham Xudoga shukr, yuzim yorug' bo'ldi. Bir kun rahbarimga menda xuddi baliqni suvdan tashqariga chiqarib qo'ygandek holat bo'lyapti. Iltimos, menga suv kerak. Pul uchun bunday demayapman. O'zimga yarasha tijoratim bor. Ijodga qaytmoqchiman dedim. Chindan ham hech qachon pul uchun san'atga, to'yga, sahnaga yoki filmga bormayman. Haqiqiy san'atkorni san'atning xumori tutadi. Anvar Sobirov inson qancha to'plamasin, boylikning faqat Alloh barakasini bergan qismigina yonida qolishini ta'kidladi. San'atdagi 28 yillik tajribamdan kelib chiqib o'ylab ko'rdim. Bir safari 5000, boshqa safar $3000 evaziga to'ylarga borib ko'rdim. Bularni eshitsangiz, qani u pullar deysiz? Alloh barakasini berganagina yonimda qolibdi. Qolganlari qayerga ketganini o'zim ham bilmayman, deydi xonanda. Bir qo'ling berganini boshqa qo'ling bilmasin degan naqlga rioya qilaman. Chiqib unga yordam beryapman. Bunga yordam qildim deyishim shart emas. Aytib ko'rganimda ham bilganlar berganingni maqtanib nima qilasan deyishdi. Shu gaplardan keyin qilgan ehsonni Alloh bilsa bo'ldi degan xulosaga keldim. Bir xil insonlar aksincha, bu haqida ayting, qolgan san'atkorlarga tarbiya bo'ladi deydi. Yo'q, Alloh ko'ngliga solsagina odam ehson qiladi. Banda bandaga bu tarzda uqtira olmaydi. Xudoning o'zi ko'nglingizga soladi. Ehson qilinish kerak bo'lgan insonni sizga ro'baro qiladi. Ana shundagina siz unga berasiz, deydi u. Ayolimga rahmat deyman. 1997-yilda uylanganman. U paytlar hali sobiq Sovet ittifoqining hidi to'liq ketib ulgurmagan edi. Ko'pchilik farzandlarini rus maktabiga berardi. Shaxsan ayolim ham rus maktabida o'qigan. Kelin bo'lib tushganida o'zbek tilini aksent bilan gapirardi. Diniy tomonlama ham bilimlari u qadar emasdi. Lekin men o'sha paytlarda ham ibodatli edim. To'ylarga, xizmatlarga borardim. Sekin-asta rashk sabab oilamiz tinchi buzila boshladi. Shunda bir ustozim, qachon ayolingni iymonini butun qilib Allohni tanitsang, o'shanda oilang tinchiydi. U Sovet tuzumi ta'sirida katta bo'lgan. Shuning uchun undan xafa bo'lma dedi. Shundan so'ng ayolning va erkakning o'rni qanday bo'lish kerakligini tushuntirib, o'rgatib bordim. Oradan 10 yillar o'tib, bu o'z samarasini bera boshladi. Har bir muvaffaqiyatli erkakning ortida uning ayoli turadi. Bugun turmush o'rtog'imga rahmat deyman. Noto'g'ri tushunilmasin-u, avval meni 5 metr naridan o'tib ketgan raqqosadan rashk qilgan ayolim hozir hech bir og'rinishsiz, rashk qilmay, meni o'zi uylantirishga qodir darajada iymonli bo'ldi. O'g'il tarbiyasida Ronaldo qilmagan ishni qildim. Oilamni ham,
Farzandlarimni ham diyonatli qilib tarbiyalaganman. Allohga shukr. 3 qizim va 1 o'g'lim bor. Hammalari Allohni tanigan, uning kalomini tilovat qiladigan va menga qoriya bo'lishga va'da bergan farzandlar. Shuning uchun ko'chada bexavotir yuraman. Biroq farzand o'stirishda o'g'il bola tarbiyasi qiyin bo'lar ekan. Atrofdagi do'stlari nima qilasan ishlab, otangning topgani yetadi senga deb qandaydir maslahatlar berishadimi bilmayman. Biroz dangasaroq, tan olishim kerak. Yalqov. Yonimda bir shogirdim bor. O'g'lim X tengdosh. O'g'limga nimaga undek mehnat qila olmaysan deyman. Bunda o'zimning ham aybim bor, tan olaman. Bitta o'g'il deb erkalatib yubordim. Shuning uchun hali do'stlari erishmagan narsalarga o'g'lim 6-7 yil avval erishdi. Endi hozir u shu qulaylik zonasidan chiqa olmayapti. Ronaldodek milliarder inson o'g'liga bitta narsani shunchaki olib bermay, aksincha, o'zi ishlab topishni aytganini bilganimda, o'g'limni bularga oson yetishtirganim uchun pushaymon bo'ldim. Mana shunda qayerda xato qilganimni bildim va o'zimga o'zim, sen kimsanki, hatto milliarderlar ham o'g'liga olib bermagan telefonni 10 yil avval farzandingga olib berding. Endi nima uchun o'zingdan emas, o'g'lingdan xafa bo'lasan dedim. Qizimni uzatganimda ayolimdan ko'proq yig'ladim. Qizimni uzatayotganimda ayolimdan ham ko'proq yig'ladim. Bekorga qiz farzandni jannatning guli deyishmas ekan. Hozir ham misol uchun o'g'lim bir marta xabar olguncha, qizim 18 marta hol-ahvol so'raydi. Yoshligida qizli bo'ldim deb xafa bo'lganlarga aytmoqchiman. Men birinchi marta qizli bo'lganimda juda xursand bo'lganman. Chunki o'sha paytlarda qanchadan qancha o'rtoqlarim befarzand edi. Berganiga shukr qildim. Shundan so'ng Alloh o'g'il ham, yana 2 qiz ham berdi. Qizlarimni ismi bilan emas, jannatlarim deb chaqiraman. Qizi bor otalar eng baxtli otalardir, deydi Anvar Sobirov.